Sait aka, shunda 19,5 kiloga ozdingizmi? Ha, shunday 19,5 kiloga ozdim. Bir oyning ichida. Operatsiyadan oldin ortiqcha vazn sababli qanaqa muammolar sizni qiynadi? Endi uni sanab aytsam ancha, to'g'risi ko'p muammolar edi, ko'p narsalar yo'qmasdi. Yugurish, og'riq oyog'imda, tizzalarimda bor edi. O'sha tufayli men yugurib bilmasdim. To'g'risi, даже yurishga ham nima qilamiz, litsizdan zo'rg'a chiqqanman. Varikoz bor edi. Ana davleniya masalan men 150 dan kam yurgan emasman. Shu paytgacha kelgan paytimda 155, 160 bilan shera kelganman. Bir kun nechani oldirib, keyin men operatsiya qildirganman. Samim glavniy настроение zo'r, nima bor, ishtiyoq bor. Sait aka, ortiqcha vazn operatsiyasini ortga surib yurgan odamlar uchun nima tavsiya berasiz o'zingiz? Operatsiya qildirishsinmi yoki yo'qmi? Endi o'zimni chizdirmamni aytsam, u qo'rqmasdan o'zlarini topshirsalar bo'ladi. Mana masalan ancha xato qilmasam bir 3-4 oy masalan shu bilan bog'lanib, u kishini saytlarini ko'rib, Instagramdan, Telegramdan ko'rib, operatsiyalarini eshitib, keyin masalan nima qildirganman, qo'rqmasdan topshirsa bo'ladi, ishonsa bo'ladi, ana qo'llari yengil. Xudoga shukr, hozir o'zimni minnatdorchiligimni kelib o'sha doktorga ham aytdim. O'zim Buxorodanman, bilasiz, keldim. Xudoga shukr, hammasi yaxshi. 100% ishonsa bo'ladi.